Assalomu alaykum. E'tiboringizga O'zbekiston hududlari bo'yicha yaqin kunlar uchun ob-havo prognozini havola etamiz. Ma'lumotlar bugungi holatga asosan tayyorlandi. Hududlar kesimidagi ob-havo ma'lumotlari bilan tanishing. Qoraqalpog'iston Respublikasi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik asosan kutilmaydi. Faqat 23 va 25 yanvar kunlari ayrim joylarda qor yog'ishi mumkin. Ba'zi hududlarga tuman tushadi. Yo'llarda yaxmalak kuzatilishi ehtimoli bor. Shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharq tomondan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Havo harorati kechalari 22 va 23 yanvar kunlari 8-13 daraja sovuq bo'ladi. 24 yanvardan 29 yanvargacha harorat 3-8 daraja sovuqqacha ko'tariladi. Kunduzi 22 yanvarda 0 dan 5 daraja sovuq, 23 yanvarda 2 daraja sovuqdan 3 daraja iliqqacha, 24 yanvardan 29 yanvargacha 0 dan 5 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyati. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 22 va 25 yanvar kunlari ayrim joylarda qor yog'ishi mumkin. Ba'zi hududlarga tuman tushadi. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol sharq tomondan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Kechasi 22 va 23 yanvar kunlari 8-13 daraja sovuq bo'ladi. 24 yanvardan 29 yanvargacha 3-8 daraja sovuq kuzatiladi. Kunduzi havo harorati 0 dan 5 daraja sovuqdan 0 dan 5 daraja iliqqacha bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari. Bu hududlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik asosan kutilmaydi. 22 yanvar kuni ayrim joylarda qor yog'adi. 25 yanvar kuni yomg'ir va qor yog'ishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol sharq tomondan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 22 yanvar kuni ayrim joylarda shamol sekundiga 13-18 metr tezlikkacha kuchayadi. Havo harorati 22 yanvarda kechasi va kunduzi 0 dan 5 daraja sovuq. 23 yanvarda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0 dan 5 daraja iliq. 24 yanvarda kechasi 2-7 daraja sovuqdan 3-7 daraja iliqqacha, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyatining shimoliy hududlarida kechalari sovuq kuchliroq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari. Bu viloyatlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik asosan kutilmaydi. 22 va 23 yanvar kunlari ayrim joylarda qor yog'adi. 25 yanvar kuni yomg'ir va qor yog'ishi mumkin. Ba'zi hududlarga tuman tushadi. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol sharq tomondan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 22 yanvar kuni ayrim joylarda kuchayadi. Havo harorati bosqichma-bosqich ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari. Bu hududlarda havo nisbatan iliqroq bo'ladi. Yog'ingarchilik kam kuzatiladi. Ayrim kunlari qor va yomg'ir yog'ishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Kechalari salqin, kunduzi esa iliq ob-havo saqlanadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari. Bu hududlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Asosan yog'ingarchilik kutilmaydi. 22 va 23 yanvar kunlari ayrim joylarda qor yog'adi. 25 yanvar kuni yomg'ir va qor yog'ishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Kechalari sovuq, kunduzi esa asta-sekin iliqlashadi. Respublikaning tog'li hududlari. Tog'li hududlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol sharq tomondan esadi. Kechasi havo harorati 2-7 daraja sovuqdan 10-15 daraja sovuqqacha tushadi. Kunduzi esa 0-5 daraja sovuqdan 5-10 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi.